Lacetti arka faralari sotiladi. Holati a'lo darajada yana ko'rishingiz mumkin. İkisini ham tayyor qo'yib ishlatadigan narsa bu yana. Bir jip bo'ladi yana. Bu jipni ham ko'rishingiz mumkin. Ko'p ishlagan narsa emas, holatlari yaxshi. Uni o'zingiz kelib tekshirib olsangiz, mashina qo'yib qo'ygandan keyin ham pulni bersangiz ham bo'ladi. Endi bu narsani do'stlar noto'g'ri tushunmang. Bu mening kiyim-kechak do'konimning Elo Branding kanalına doğru keladigan video emas, lekin bu shaxsiy o'zimning narsam bo'lganim uchun shu narsani kimdir izlab yurgan bo'lishi mumkin, kimdir kerakdi, kimdir almashtirajaqdir. Shuning uchun shu narsani shu kanalga joyladim vaqtinchalik, to'g'ri tushunasizlar. Shaxsiy o'zim mashinadan olib qolgan narsa bu duradi uyda. Narxini keladigan bo'lsak, narxlari 500 ming so'm. Gap yo'q lekin do'stlar. Ekitib mashina qo'yib, keyin pulni bersangizlar ham bo'laveradi do'stlar. Ekranda telefon nomeri qoldiraman.